Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana bahor fasli kirib keldi. Yurtimizda dala ishlari boshlandi. Dehqon, fermer hamda bog'bon akalarimiz uchun qolaversa xonadonlarda ham bemalol foydalansa bo'ladigan Okko brendiga mansub 220 volt tokka ishlaydigan pogrujen asoslar haqida ma'lumot beramiz. Qani bo'lmasam boshladik. Birinchi nasosimiz KDX 1.5 12 025F 100% mis o'ramli, ya'ni mis отмоткali, 25 turbali, paploviy, ya'ni suv sathi tushib ketsa avtomatik ishlashdan to'xtaydigan, o'zini o'zi kuyishdan himoya qiladi. Texnik parametrlarga kiradigan bo'lsak, bu nasosimiz 12 metr maksimal balandlikgacha suvni ko'tarib bera oladi. Оборотный tezligi 2860, soatiga 1,5 tonna suvni haydab bera oladi hamda soatiga 0,25 kilovat tok iste'mol qiladi. Ikkinchi nasosimizga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi nasosimiz KDX 1.5 16037 100% mis o'ramli, 25 turbali, paploviy, bu ham soatiga 1,5 tonna suv haydab bera oladi. Maksimal 16 metr balandlikgacha suvni ko'tarib bera oladi. Buni energiya sarfi 1 soatda 0,37 kilovatni tashkil qiladi. Keyingi nasosimiz KDX 1.5 16037 bu maksimal 16 metr balandlikgacha suvni ko'tarib bera oladi. Bu ham 25 turbali, bez paploviy. Keyingi nasosimiz 100% mis o'ramli, 25 turbali, paploviy, bu ham soatiga 1,5 tonna suvni haydab bera oladi. Buni eng maksimal ko'tarib berish metri 16 metrni tashkil qiladi. Keyingi nasosimiz KDX 1.5 32 1.1 maksimal bu nasosimiz 32 metr masofagacha suvni ko'tarib bera oladi. Bez paploviy, 25 turbali, bu ham soatiga 1,5 tonna suvni haydab bera oladi. Оборотный tezligiga keladigan bo'lsak 2860 ga teng. Keyingi nasosimiz KDX 15 17 055 100% mis asosli, mis отмоткали, paploviy, bu maksimal 17 metr masofagacha suvni ko'tarib bera oladi. 50 turbali, soatiga 15 tonna suvni haydab bera oladi. Endi esa haqiqiy katta glubnika nasoslarga o'tamiz. Bu nasosimiz modeli KDX 112 3.5
soatiga 3,5 kilovat tok rasxod qiladi. Maksimal 12 metr balandlikgacha suvni ko'tarib bera oladi. 150 turbali. Bir soatda 100 tonna suvni haydab bera oladi. Ana endi esa bundan ham katta nasosimiz QDX 150 11 5,5. Bu nasosimiz soatiga 5,5 kilovat tok rasxod qiladi. Maksimal 12 metr balandlikgacha, maksimal 11 metr balandlikgacha suvni ko'tarib bera oladi. Turba diametri 200 ni tashkil qiladi. 200 lik turba. Bu nasosimiz 150 tonna suvni bir soatda haydab bera oladi. Barcha nasoslarimiz shulardan iborat edi. Agar kimda kim ushbu nasoslar narxiga qiziqsa, qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'lgisi kelsa, описаниеda nomer yozib qoldiramiz. Bemalol telefon qilishlari mumkin. Nasoslarimiz ishonchli, sifatli, sifati kafolatlangan, garantiyali. Bemalol pastdagi raqamlarga telefon qilib aloqaga chiqishlari mumkin. Salomat bo'linglar.